Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Xo'p, bu chekkaga eshiklarimiz 220 ga 250 bo'lgan bo'ylar. Bularimiz galyonli birli oyna bo'lgan, kuydirilgan. Eshiklarni balkon profildan qilib berganmiz. Xudo xolasa eshigimiz chokilari ham, xudo xolasa chiroyli kelgan. Ko'rishinglar mumkin. Ligirovkalarni endi qilamiz. Aynalarni solib oldik. Xo'p, quruq ramkamiz. Ramkamiz bo'yi 250, eniga 280. Shunaqadan tepa pastga qilib qo'yganmiz. Hop, bu yerga eshigimiz tushgan. 1.30 ga 250. Ikki qanotli qilib, buni ham balkondan qilib berganmiz. Hop, bu chekkaga bitta oynagimiz bor. Tepalarida ikkita. Eshigimiz tepasida yana bitta eshik qo'yib berganmiz, bir xil razmerlari. Hop, endi ichkarilarni ham bir qator ko'rsatib o'taman, qanaqa ko'rinishlarni. Hop, bu yerlarimiz endi ichkaridan tashqari ko'rinishlari. Yo'paraga akalar oshxonasiga 250 ga 290 qo'yib berganmiz. Eshiklari 1.10 ga 220 qilib qo'yib berganmiz. Eshiklarni ham bu 250 demoqchi edim. Chekkaga bitta romimiz tushgan. Hop, ichkaridan endi romlarimiz ko'rinishi shu holatda bo'ladi akalar. Bir qator tepalarni ham ko'rsatib o'taman. Eshiklar ichkarisidan ko'rinishi. Shunaqa uy solib romini qanaqa qilsamikin degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa bu ham o'ta go'zal chiqdi. Bular shu ichkaridan ko'rinishlari akalar. Hop, bu yerlarimiz aka общий kvadrati 88 kvadrat chiqqan. 1 kvadrati $55 dan tushdi akalar. Eshigimiz. Bu chekkaga yana ikkita romimiz. Xudo xolasa tashqaridan ichkari ko'rinmaydi akalar. Galyonli oyna qilib berganmiz, birlik. Xudo xolasa mustahkamligi ham o'ta mo'shniy bo'lgan akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlari qoldiraman akalar. Akfa profilni o'zidan bo'lgan. Eshik ruchkalari ham mo'shniydan bo'lgan. Akalar, bu tashqarisidan ko'rinishi bu. Eshigimiz. Uyimiz dizayni ham juda chiroyli holatda chiqqan ekan akalar. Xo'p akalar, mana chekkaga ham bitta yo'lhoy aynagimiz tushgan. Xudo xolasa. Oshxonaniki ham. Oshxonaning eshigini ham splashni qilamiz. Mana bilan bir xilda bo'lishligi uchun. Bu yerda ham bir ichkaridan ko'rinishini ko'rsatib beraman endi. Mana akalar, ichkaridan tashqari ko'rinishi, keyin mana ikki etajli binoyimiz ham ko'rinishi akalar. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaringlar. Ishlar chiroyli qilib, kelishilgan holatda bitkizib beramiz aka, garantiyalari bilan.